odatda qaraganda bu g'orda hech kim borlik, ya'ni odam kirib, sig'ib joylashishligi uncha ularning hayoliga kelmagan. Ya'niki g'or desa odatda bilamiz, uzun yo'lakli, katta, shunaqa joy deb ko'rinadi. Lekin bu Savr g'ori ozginagina, ya'ni 2 kishi sig'adigan va kirish yo'lagi, kirish joyi o'ta ham tor bo'lgan joy hisoblanadi. Shuning uchun iskovarlar bu yerda odam bo'lmagan degan taxmin bilan kirmagan. Bu Imom Buxoriyda sahihida bor. Ikkinchi qarash, o'rgamchak bu yerga in qurgan degan qarash bor. Ya'niki bu yerga o'rgamchak in qurib, shu kofirlar izlab kelganda o'rgamchak nimani ko'rmagan, ya'ni o'rgamchakni nima sababli to'g'ri sababli bu yerda hech kim bo'lmagan degan taxmin bilan kirmagan deyshadi. Xudo taolo oyat nozil qilganda hozir